Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. FIFA 90+ kanali yana sizlar bilan. Bugungi videoda Kanada va Bosniya, AQSh va Paragvay uchrashuvlari natijalari hamda navbatdagi o'yinlar haqida gaplashamiz. Kanada, Bosniya va Gersegovina ikkinchi kunning dastlabki uchrashuvida mezbon Kanada Bosniya va Gersegovinaga qarshi maydonga tushdi. Qiziqarli va keskin kechgan bahsda jamoalar murosa ko'chasini tanlashdi. Yakuniy hisob 1-1. Shu tariqa har ikki jamoa o'z hisobiga bittadan ochko yozib qo'ydi va B guruhidagi kurash yanada qizg'in tus oldi. AQSh, Paragvay. Kunning markaziy bahsida AQSh terma jamoasi Paragvayga qarshi maydonga tushdi. Amerikaliklar juda ishonchli o'yin namoyish etib, raqibni yirik 4-1 hisobida mag'lub etdi. Shu tariqa AQSh D guruhida 3 ochko bilan peshqadamga aylandi. Paragvay esa ilk turda mag'lubiyatga uchradi. Endi navbat keyingi o'yinlarga. Bugun Jahon chempionatida yana 5 ta qiziqarli uchrashuv bo'lib o'tadi. Qatar, Shvetsariya, Braziliya, Marokash, Gaiti, Shotlandiya, Avstraliya, Turkiya, Germaniya, Kurasao. Ushbu uchrashuvlarda qaysi jamoalar g'alaba qozonadi? Fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Jahon chempionatining eng so'nggi yangiliklari, natijalari va O'zbekiston terma jamoasi haqidagi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun FIFA 90+ kanaliga obuna bo'ling.